Haqiqatan bu logotip boyovoy erkakni klassический deb oladi. Biz zo'rra skaskasi qilamiz, xudo xolisa bugun. Sizlar yaxshi ko'rgan, o'zimga ham juda yoqqan BMW markasi o'zimga shaxsiy tegishli X5MK ni sizlar bilan prostoy bilan solishtiramiz. Farqi nimadan boshlanyapti? Обязательно birinchi o'rinda глушительga ahamiyat beringlar. MK da esa 4-stvolli глушитель bo'ladi va конечно же, shildik ham любой qo'yishi mumkin. Но заводскойda заводской turadi. A также shirina kolei 4 talo balonni har xil, bu yoqda esa shirokiyroq bo'ladi. Oldi tomoniga keladigan bo'lsa, X5 E70 kuzovda именно MK da restyling X6 bilan MK bir xil bo'ladi. To есть grilo, kapot, bamper va fara absolutni X6 bilan bir xil chiqargan. Doresla va MK emas X5lar. X6 bir-biri bilan umuman to'g'ri kelmaydi. Ahamiyat beringlar, bamperlar ham o'sha dizayni absolutni boshqa. Endi eng главный joyiga sizlar bilan o'tamiz. Originalniy MK dvigatel S63 B44 twin turbo dvigatel 555 ta заводской o't kuchi plus mani mashinamda stage 1 urilgan. Bu degani taxminan 610 ta bor bunda hozir. X5 MK masligi bo'lsa, bunda motor N63 B44. Bu degani uni ham to'g'ri dvigatel. Maniki ham to'g'ri dvigatel. Faqat modifikatsiyasi заводской tuningi, maniki shunaqa qattiq o't kuchi. Bular 407 ta o't kuchi xolos. Razgoni 5,5 sekund bular. Maniki 4 sekund zavod beryapti. BMW X5MK da korobka передач bo'lsa 6 tali bo'ladi, lekin MK masligida 8 tali. Uni sababi передаточное число har xil bo'ladi. Bu yo'lda ancha tez ishlash kerak va oboroti boshqacha olinadi bu avtomobil. Plus, menda заводской shtatniy pnevmopodveska bor. Nariga X5larda MK emas. Bularni opsiya qilib отдельно qo'shilishi mumkin. A MKlarda заводскойlarda bo'ladi. Misol uchun, mana bu knopkani bossak, полный ходовой жесткийлashadi. A yana rulimizda beta M knopkasi bor. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu knopka bossanglar, mana bu knopka bilan avtomobil absolutni boyovoy rejimga o'tadi. Men bilishim bo'yicha O'zbekistonda bo'lgan bo'lsa 4 ta dona X5M E70 kuzovda bo'lgan. Oxirgi 3 yil, 2 yil ichida manikidan tashqari boshqasi ko'rmaganman. Nima bo'lgan? Noma'lum. Like bilan podelitsa esinglardan chiqmasin.